Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Va'da berganimizdek, sizlarga shu gemoglobinni qanaqa qilib ko'tarish mumkin, kamqonlikdan qanaqa qilib qutulish mumkin deb rosa so'rashdi. O'shaning uchun YouTube kanalimizda ertaga qo'yamiz. Bu chunki 1-2 minutda tushuntiradigan narsa emas, hammaga yozib ham javob berishga vaqtimiz ham yetmaydi. O'shanga qo'limizdan kelgancha hozir javob berishga harakat qilamiz. Xo'p. Demak, anemiya yer aholisining 2 milliarddan oshig'i mana shu kasallikdan aziyat chekishadi. Endi har xil darajalari bor kamqonlikni. Demak, bizda qon ko'paytiradigan maltofer, genotartiferon, tatema ko'llarini hammasini shunga o'xshagan preparatlarni ichib yurasiz. Unda qanaqa bo'ladi sizda? Mana sizni normal holatingiz bo'lsa agar sizda lanjlik bor edi, holsizlik betdi, holsizlik, lanjlik, bosh aylanishi, to'g'rimi? Immunitet pastligi, qo'l oyoq muzdek, va hokazo simptomlar bilan yurasiz. Xo'p, qon ko'paytiradigan boyagi preparatlarni ichuvdingiz, hop, yaxshi bo'lib qoldingiz. Qanaqadir miqdorgacha yaxshi yurasiz, vaqtgacha preparat tugadi. Bilmayman, 1 hafta, 10 kun, 15 kun o'tadimi, yana oldingi ahvolga tushib qolasiz. Yana preparat ichasiz, yana ko'tardingiz, yana oldingi holatga tushasiz. Yana ichdingiz, yana ko'tardingiz, shu siklda davom etaverasiz. Nimaga yordam bermayapti? Nimaga chiqib keta olmayapsiz? Siz bundoq borib qarang, aslida sizga nazarchangda qilayotgan doktor bundoq rangiga qarab qo'ying. O'zini ham yuzida kamqonlik alomatlarini sezasiz. Yuzlarni, ko'zlarni tezsa ko'kargan, bledniy yuz. Nega ko'tara olmayapti? Demak, kimyoviy preparatlar bilan ko'tarish qiyinroq ekanda. Demak, aptechnik qon ko'paytiradigan preparatlarni ichaverib, nima bo'ladi? Ichingiz qotadi keyin. Qabziyat paydo bo'ladi sizda. Hojatga chiqqanda qiynaladigan bo'lib qolasiz. To'g'rimi yo'qmi? Demak, u yerda yechim yo'q ekanda. Yechim bo'lsa ko'rsatinglar. Kimdir, mana ismim palonchi joyda tug'ilganman, piston joyda turaman. 12 yil davomida yoki 1 yil davomida yoki 6 oy davomida men preparatlarni ichuvdim. Gemoglobin men bundoq yuribdi, zo'r yuribman. Bormi shunaqa odam? Yo'q. Chunki tabiiy yo'llar bilan boshlash uchun, tabiiy yo'llar bilan qilish uchun oldin protiparazitlarni boshqalarni qilib borish kerak. Hozir bilan tushuntiramiz. Xo'p, endi qanaqa qilib buni davolash mumkin tabiiy yo'llar bilan? Hammanglar bilasizlar, masalan, nima qilardi bunaqa paytda? Kimdir aytadi, asal bilan deydi, magizni qo'shib yong'oq bilan aralashtirib yesang deydi. Gemoglobiningiz zuf bo'ladi deydi. Bo'ladimi shunaqa? Bo'ladi. Lekin siz shuni qilasiz, nimaga bo'lmaydi? Chunki nimadir noto'g'ri qilamiz-da, hozir o'shani men qo'limdan kelsa tushuntirib beraman sizga. Keyin yana bittasi aytadi, "Yo, til yegin" deydi. Til yegin. Tilni deydi, faqat shunaqa joyda temir moddasi ko'p ekanki, uni bitta odam yesin deydi. Bo'lmasa qaysidir joyini bo'lagini yeb qo'ysiz, balki o'sha joyda bo'lishi mumkin o'sha temir moddasi. Shunaqa mif yuradi. Til yegin deyshadi. Deylik, mayli, til. Tushunarli-ku. Yana nima aytishadi? Gemoglobin past bo'lsa, anor suvini ichib yursang, gemoglobining ko'tariladi deydi. Yana aytadiki, jigarni qovurib yeb yursang, gemoglobining ko'tariladi deydi. To'g'rimi? Va hokazo. Ko'proq deydi shikolat yeb yurgan, qora shikolat ma'mini yeb yurgan, masalan bor-da. Oxiri uni qilasiz. Bitta opa keluvdilar, men deyapti, oxiri gemoglobininni ko'tara olmagandan kagor ichishni boshlab, alkash bo'lib qoldim deyapti. Ko'tara olmagandan vino ichishni boshlabdilar. Ko'tarilganmi? Qisman ko'tarilgan. Nimaga ta'sir qilmayapti? Shuncha narsalar ko'tarish kerak edi-yu. Kitoblarda yozilgan, nega ta'sir qilmayapti? Preparatlarni ichyapsiz, bularni qilyapsiz. Nega ishlamayapti bular? Bilasizmi, muammo nimada? Voy, hozir muammo mana shu joyda. Sizlarga hozir g'alatiroq tuyuladi buni javobi. Muammo parazitlar. Mana shunda
Agar hozir bironta ayolga sizda parazitlar bor, gijja bor desangiz, nima deyapsiz deydi. Men вообще чистоплотныйman. Men qo'limni 222 marta yuvib, gella bilan вообще yo'q. Parazit bor degani bu sizni nima deydi, gigiyenaga amal qilmaydi degani emas. Sizni immunitet past bo'lsa, parazit, masalan, hayvon boqasizmi yoki shunaqa joylarga kirasizmi, uni tuxumi havoda sirkulyatsiya qiladi. Nafas yo'llari orqali kiradida, joylashib, bo'ldi, ichingizda hamma mineral, oqsil, vitaminlarni yeb katta bo'laveradi ular. Sizlar mana bularni qilasizlar-ku, ularni tushirmasdan turib, prosta ularni boqib katta qilasiz, semirtirasizlar-da. Shuncha gemoglobinni ko'tarilmaydi. Oldin protiparazitlarni qilish kerak. Ichingizdagi gijjalarni, gilmentlarni haydaysiz, tozalaysiz. Keyin bularni bersangiz, sizda qanaqadir miqdorda gemoglobin ko'tarilishi mumkin. Oddiy bitta askariydan o'zi, katta askariydan o'zi bir osh qoshiqgacha qonni ichib qo'yishi mumkin ekan. Gijjaning turlari ko'p-ku. Hatto siz yeyotgan o'zi kalsiy kam yeyotsalar, kremni kam tushyapti, gijjalarni ko'payishi uchun ham ularga ham oqsil kerak, ularga ham quvvat kerak, ularga ham mineral, vitaminlar kerak. Ular shular bilan oziqlanadi. Sizdan ko'payib yotaveradi, mazza qilib. Demak, birinchi navbatda nima qilishimiz kerak ekan? Mana shu narsalardan qutulishimiz kerak birinchi navbatda. Buni aptechniy preparatlarni ichamizmi? Albendazol, zintir, germanskiy preparatlar. Buni ko'p ichish ham jigarga zaharli ta'sir ko'rsatadi. Tabiiy yo'llar bilan parazitlarni tushirib olish kerak. Tabiiy yo'llar bilan. Hamma biladigani, eng asosiy biladigani ana qovoq urug'i, keyin chisnoy. Ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi. Qaysi turlariga ta'sir qiladi? Qovoq urug'ida kukurbitin degan modda bor. Bu gijjalarga zaharli ta'sir ko'rsatadi. Endi uni qanaqa yeyish kerak? Hozir chaqilganlarni sotishyapti, bilmaysiz-ku qanaqa chaqilgan. Agar o'zi rosa qovoq urug'ini chaqish rosa qiyin narsa. Ocha olmaysiz, po'chog'iga yopishib qoladi, mag'izi yarmi u yoqda qolib ketadi, yarmi bu yoqda qolib ketadi. O'sha bekorga qiynab qo'ymaganda yaratganimda. Ozgina mehnat qilaring degan bo'lsa kerak. Uni quyoshda, tabiiy uy sharoitida xonada quriganini chaqasiz. Amallab. Agar duxovkada bitta qizdirib olsangiz, foydali elementlar hammasi kuyib yo'q bo'ladi. Shuning uchun u tayyor chaqilganini men tavsiya qilmayman. Dangasizlar, u tayyor o'shani olgili keladi, bilaman. Shuni aytib ketmasam bo'lmaydi. Ikkinchisi, chisnoyda allitsin, allilin degan moddalar bor. Bular gijjalarni mushay qismi bor. Gijjalar, parazitlar siz ichingizga yoki qaysi a'zoyingizga yopishib turganida mana shunaqa tishlab yopishadi. Mana shunday yopishadi. Endi siz unga u yoqtirmaydigan narsalarni bersangiz, uni ham mushay qismi bor. Ushab turibdi, to'g'rimi? Buni siz falaj qilasiz. Agar meni bitsepsimga ursak, bo'ldi, qo'lim og'riydi, tashiyman qo'limni. Xuddi shunaqa uni mushay qismini falaj qiladi. Falaj qildi, mana bitta tishini qo'yib yubordi, ikkinchi tishini qo'yib yubordi, nishini, uchinchi tishini qo'yib yubordi. Bittasi bilan bo'lsa ham osiladi, chunki uni tashqarida o'lim kutyapti. Ichingizdan chiqib ketib qolsa, boshqa a'zoyingizdan chiqib ketib qolsa, u butun bor jahdi bilan yashash uchun harakat qilar ekan. Qo'yib yubormas ekan. Bularni berib turib, orada klizma qilish yoki ich suradigan makkay sanomi yoki qanaqadir preparatlarni ichib tozalanish kerak. Va keyin bu narsa sizga 10 kun, 3 kun, 4 kunda ta'sir qilmaydi. Buni uzoq muddat qilib borish kerak. Gemoglobinni ko'tarish juda qiyin narsa. Ishoning, 6 oy kerak bo'lsa 1 yil ko'rasiz. Agar kimdir sizga "Mana buni ichgan, moshni bo'ladi, energiyang ko'payadi, u bu" dedi, mayli iching. Iching, lekin qisqa muddatli ta'sir. Qanaqadir vaqtinchalik ta'sir. Xullas, protiparazitlarni qilamiz, organizmni tozalaymiz, очищение qilamiz, keyin boshlaymiz. Birinchisi, demak, bizda davolanishda tozalash ketadi. Tozalash nimadan? Toksinlardan, shlaklardan, parazitlardan tozalaymiz. Keyingi etap bizda tiklash ketadi. Organizmni tiklaymiz, yo'qotilgan sog'lig'ini tiklaymiz. Undan keyingi etap to'yintirish ketadi. To'yintirish. Biz nima qilyapmiz? Biz mana bundan boshlaymiz. Siz to'yintirganda organizm to'yintirib olasizmi yoki mehmonlarni boqasizmi? Mana bilan. Mehmonlarni boqasiz, ularni katta qilyapsiz. O'zi parazit degan so'zi birovi hisobiga yashaydigan degani. Bir xil oilada ham bor shunaqa odamlar. Har bitta oilada bo'lib turadi, bitta yarimta shunaqa
Unga bunga osilib akaga, ukaga, opaga, singilga osilib yashaydiganlar. Birov hisobiga yashaydigan odamlar. Bulardan tozalaymiz, tiklaymiz, to'yintiramiz, keyin gemaglabinni ko'tarishimiz mumkin. Bu haqida yana bitta video rolik qilamiz, kuzatib borsanglar. Nafas olish mashqlarini qo'shish kerak, обязательно. Jismoniy faollik kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak, parazitlardan tozalanish kerak. Biologik faol qo'shimchalar bo'lsa, yana ham nur ustiga nur, aro nur ichish kerak. Vitamin, minerallarga to'yintirib. Ana undan keyin sog'lom bo'lgandan keyin, gemoglobini zo'r bo'lgandan keyin farzand ko'rishga harakat qilsanglar, ana sizlardan sog'lom, chiroyli, aqlli, sizlar o'ylagandek farzandlar tug'iladi keyin. Salomat bo'linglar. Hozircha shu, yana bu haqida keyingi video roliklarimizda ma'lumot berib boramiz. Salomat bo'linglar.